Avtomat korobka aksiyalik Nexus so'rab turgan munosabatimiz uchun sizlarga Cem Avtosavdodan nereye ne bahada yetirdi yok narxda bir dana Nexus avtomobilimizni aksiya qo'yib beramiz. Mashinamizni narxini kuzatib, yaksa bir lakdan bosib qo'ysanizlar bo'ladi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan Ravan mashinamiz alyumin rangda stalnoy mashina hali motorlarini kulchirilmanda tutib gelib üstünde tekshirtirib xarid qilsanizlar bo'ladi. Mashinamizda elde keyin bütün kraskalar yok. Fakat bir tane eshigini Petno tiyindi içinin joyida kraskasi bor. Mashina boshqalarida kraska yo'q. Avtomat diskalarda 4 tane archa bo'sh bolalar taqilgan. Mashinamizni motor ходовой коробка sistemasida umuman rasxoti yo'q. Mashina sosteniyasini qaranglar, salonlar ham akkuratni qarab edilgan. Chexollari zavodga durishidan qaramang, lekin chotga duribdi. Mashinamizda barliq qo'yilgan maytafonlari bor, probeklari 104 ming kilometr yurgan. Probekini kraskasini tekshirtirib qayd qilishingiz mumkin. İçinde yine metallar bilan bonuslar. Obşifkelerim ideal dizaynda kırılıp çizilip ketgan emas, hem bir zavod holatida turibdi. Mashinamizda savunlari zo'r. Metan gazlari bor, metallar stopga qilingan, archa bolalar qo'yilgan. Mashinamizning motorlari asilmanali. Mashinamizning narxini sizlarga Cem Avtosavdodan 100 milyon so'mga qo'yib beramiz. Agar shitir ustunda tashimontasizlar ustunda kelishiladi. Üstünde primo egasini chaqramizdan gaplashtirib, gelishtirib olib beramiz. Oldindan 5,5 million so'm bersangizlar, nomer, texpasport, garov, sug'urta, oformligi hamma xarajati 5,5 million içinde chiqadi. Oylik to'lovingizni ko'rsa, kommentariyada plus belgisini qoldirib, o'sha telefon nomerlariga bog'lansanizlar, oylik to'lovlari bilan to'liq ma'lumot beramiz. Kelaverasizlar, Cem Avtosavdoda xizmatdamiz. Mashinamizning narxi yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldirasizlar.